har bir o'zbek o'qishi kerak bo'lgan 3 ta kitob. Voh, zo'r. Qanaqa yo'nalishda bo'lsin? Yo'nalish ham ko'pdan. Qarang. 3 xil yo'nalishdan qilib bering. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Bo'ladi. Bitta eng zo'ridan. Savdogarlar ustozi, biznes guide. Biz endi avvallari yuridik dars bersam, diplomatiya dars bersam, bolalar iqtisodni dars beraman. Iqtisodga oid biznesga qiziqishadi, kitoblar tavsiya qiling desa, bizning milliy mentalitetimizga oid birorta bir haligi pichoq qilinadigan kitob yo'qligidan afsuslar bo'lsinkim, g'arbda rost adabiyotni maqtab o'shalarda tavsiya qilishga majbur edik. Va nihoyat kitob yozildi-yu, hammasiga javob berdi, dam berdi. Birinchisi ham, ikkinchisi ham o'qisin. Uchinchisi chiqqan hozir. Baxt manzili yoxud benazir imom degan. Ayni o'sha muallif birinchi kitobda ilg'or surgan qahramonni ustozi haqida yozilgan. Demak, savdogarlar ustozi 1-2-3 hammasini. Ikkinchisi Baxtiyor aka Abdug'afur akamizni Madaminbek Qonli gullar vodiysi. Qonli gullar vodiysi. Men o'qib halim o'zim kelolmayapman. Halim o'shani taqdirda yuribman. Tushunyapsizmi? Undan keyin nechta kitob varaqlab o'qib chiqyapman, o'shani o'ylayveraman. Madaminbekni o'ylab kechalari bir haligi boshqacha o'ylanib qolaman. Qani taqdir bilasizmi? Mana shu burchakda ketganda. Tushunyapsizmi? Jarga qulaganu, lekin bu yoqda qolish har lahza qolish ehtimoli bo'lganda, agar qolganda hozir O'zbekiston butun dunyoda holati ham iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy jihatdan umuman boshqacha bo'larmidi deb. Alloh nasib etsa bundan buyog'iga aytibman, o'sha millatimiz uchun jon chekayotgan bu hukumatda bo'lsin, ijtimoiy hayotda bo'lsin, oltin boshlarimizni asraydigan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Hop, ikkita bo'ldi. Ikkita bo'ldi. Uchinchisi aytaymi? Uchinchisini doim tavsiya qilganman. Men asoslab beraman bu safar nimaga tavsiya qilayotganim. Ilmni borligi har doim ham masalaga yechim bo'la olmaydi, Sanjar aka. Chakib turgan odam oldiga boringda, chakma bu chakishing yomon desangiz, sigaret chakishda zarari haqida sizga 1 soat ma'ruza qilib beradi o'sha odam. Ha. Professor bo'lishi ham mumkin. Qanday ta'sir qilishidan tortib, haligi asoslab beradi ilmiy. Ichayotgan odam ichishni yomonligini o'zi ham biladi. Obro'siga, jamiyatga putur yetkazayotgan. Ya'ni unda ilm bor. Nimaga amal qilmayapti unda? Chunki ruh zaif. Odat, ya'ni qaramlik borki, unda nafsga qaramlik, nafsga qullik borki, ruhni zaifligi orqasidan ilmi unga kor qilmayapti. Juda ko'p holatlarda tuppa-tuzuk mana yaxshi oilalarda ajrashib ketayotganini ko'rasiz. Katta siz havas qilgan odamlarning oilasida baqir-chaqir bo'layotganini ko'rasiz. Kutmagan holatlarda bir ajab voqealarga duch kelib qolasiz. Nimaga desa, miyaga tiqavergan hamma narsani ruhiyatga ishlashmagan. Ruh kuchli bo'lish kerak. Ruhan zaif bo'lgan odamni ilm foyda bermaydi. O'shaning uchun ruhni tarbiya qilishlikda men shu paytgacha men bilmadim, endi kitoblar ko'p. Farid Attor Hazrati Tazkiratul Avliyo degan kitobini juda ham yaxshi ko'raman va ko'pchilikka tavsiya qilaman. Nafsni tarbiya qilishlik juda ko'p masalalarga yechim beradi. Jamiyatdagi aksar ixtiloflar va yomonliklar men degan narsa, ya'ni egoizm ustida paydo bo'ladi. Ayni meningizni orqa planga o'tkazadigan, ehtimol o'ldiradigan va sizni nafsga qullikdan qutqaradigan bir yaxshi yo'nalish beradigan kitob deb o'ylayman. Kitobda Farid Attor Hazrat kerak. Alisher Navoiy Hazrat bu kitobni uzr. Mantiqi Tayyirda ham, Tazkiratul Avliyoni ham yoshligida shu qadar yaxshi ko'rib o'qiganki, Mantiqi Tayyirga javoban Lisonut Tayyir yozganlar. Tazkiratul Avliyoga javoban Nasoibul Muhabbat degan kitoblarni yozadilar. Ya'ni zo'r kitob.